Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. İnternet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. And then keyingisi nima desanlar J. Okay, ma'anim deb o'qiymiz J. Ajiq bola she G TV deb oladi. G emas. Bu she deganda X deb tarjima qilamiz. O'qiymiz da X J TV deyish kerak. Mana nima J. J. Biz qaranglar Jack Jonas. Bu nima J A C K. J O N E S. Jack Jonas. Hesapta intayin bir rahat kiyim şu yaşlarga intayin yaktırdı. Şu rahat kiyim kiyecek satılan şirketin logosu, markası şuna bu nima Jack Jonas. Bu nima J. Bana G emas, ama bana bek dikkat kılanlar. Bu herkes G emas. J'de okuyayım zaten. Keyingisi şu G E E P. Jeep. Endi onu bilisizlar, Jeep mashinasi. Qarab yaqinlar birinchisi nima ekan? Jeep. Yaxshi, Jeep. Yana job. Okay, job. Job deganimiz nima? Xizmat. Okay, job deganimiz nima? Xizmat. Avay harf nima edi? I, vajo J. J. Ergiz azmanlıcı mı? Endi keyingisi K. All right, K. Buni K deb o'qimaymiz, ha? K. Ahire eyni kadar gelmemiz bu K. Mesela mağara nima Kia. K I A. Maşina tuzilgan ha. Kia markalık maşina. Şunama. Okay, endi maço. K F C. Ama K nazır o'ganda şunama. Ama keyindeki F ne? Texabay o'ginib bo'lgan şunama. K F C. KFC. KFC degancha. Ama Kentucky deb qo'yamiz bu. Dunyodagi hamma yeri tarqalgan hamda tiz tomoqxona. Tiz tomoqxonaning markasi. Xuddi Shinjoniki Mary Brown degandek, Albik degandek tiz tomoqxona dunyoda. KFC. Kentucky Fried Chicken nima? Shu yog'da pishirilgan to'g'a KFC. Endi K bilan munosabatli so'zlarga qarab baqsak, birinchi so'z nima? K I T. Nima deb o'qiymiz buni? Kite. Yaxshi, ha? Kite. Kite deganimiz nima? Laglak. Laglak degan nima deymiz? Kite deymiz. Keyingisi K E T T L E. Bu nima? Kettle. Yaxshi, kettle. Xo'sh, endi kettle deganimiz choy qaynatadigan chaynakni kettle deymiz, ha. Mana birinchisi kite, kettle. Bundan keyin time mo'y harfi nima? K harfi. Qattiq unutib qolmaylik, ama K harfi. All right, next one is L. Okay, L. Okay, L. Okay, ma L V. Ma markani bilsangiz mumkin. Intayin dangliq. Nayda asham buyumlar sotadigan. Nayda moda kiyim sotadigan shirkat nima? LV. Lois Witten nima? LV markasi nima? Yoki nima? LG. Abay ko'rib nima? LG markasi. LG markasi. LV yoki nima? LG. Good. Nima derganimiz mana G, bu hargiz LJ emas. LG. Okay, and L bilan munosabatlik so'zlar qarab baqsak, birinchisi leaf. Shunami? Leaf. Bu nima? L E A F. Leaf. Xo'sh. And keyingisi L A M P.
Bu nima? Lamp. Yaxshi. Lamp. Lampochka. Shunami? Lamp. Leaf. Lamp. Bu nima? Alfabeti. Good. Xo'sh, endi macho. Yaxshi. Harfi. Okay, endi mani chet elga chiqib qolsang yoki ishga kirib qolsang, night kirib kirasizmi? McDonald's. Okay, harfi. Shu M bilan boshlanish nima? M C D O N A L D S. Buni qo'shib o'qsak nima? McDonald's. Okay, McDonald's. Bu dunyoni eng qoplagan, eng cho'ng bo'lgan, hisobda eng cho'nglardan biri bo'lgan nima desanglar, siz tomoqxona avayqi KFC ga o'xshash. Ishkir kirsanglar, mayoqda KFC, mayoqda nima? McDonald's. Okay, McDonald's. Asosan nima desanglar, qattiq raqobat, jungoda. Yoki me'yor bo'lsa, udulda nima desanglar, McDonald's. Maydonlab shunami? McDonald's. Demak, M harfi bilan boshlanadi. Bu nima? M. Mi harfi jumla emasmi? Mi deb hisoblanmaydi. Demak, keyingisi M E R C E D E S. Mercedes. Okay, Mercedes. Okay, Mercedes Benz. Bu Benz'ning kelimasi bu. Okay, endi macho M B M W. Okay, BMW. Demakki B harfi M yani şu W. Okay, BMW. Endi bu M bilan munosabatli so'zlar qarab boqaylik. Masalan, map. M A P map. Okay, map deganimiz nima? Xarita. Xarita nima deymiz? Map. Shunami? Keyingicha music. Muzika bilasizlarmi? Uyg'urcha gapimda. Music. Okay, music. Music deganimiz muzika. Demak, bu harf nima? M. Okay. Next one is N. All right. And the king sakaranglar N. Basketbol o'ynaydigan bilasizlar. N B A. Mushuni NBA deb qo'ysak bo'lmaydi. NBA emas, bu nima? NBA. Tushunalmi? NBA. Nima deb o'qiydiganmiz? NBA. 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 Yaxshi. Keyingisi nima? Nike emasmi? Nike. Ikkinchi harf O harfi. Shunami? N I K akhire E Nike. Endi macho N o'xshash nima? N I S S A N Nissan. Okay. Nissan. Demakchi Yaponiyada ishlab chiqarilgan degan gap. Hamda bu ni deganimiz Yaponiya degan gap, yaponchaga. San ishlab chiqarilgan. Demakchi Nissan Yaponiyaning markasi. Okay, endi macho markani lekin qattiq bilisizlar-ku, aslamalichiq-ku, Demak, N O K I A Nokia, connecting people. Nokia. Kishilarni birsi-birsiga tutashtirdi. Birsi-birsiga ulaydi, shunami? Nokia. Ilgirki intayin dangliq marka edi, hozirmi? Xil dangliq, Xil, lekin bek dangliq emas. Okay, Nokia. Demak, N harfi. N O K-I-A. Nokia. Endi bu N bilan munosabatli so'zlar qaranglar. Birinchisi N-A, nail. Shunami? Bu nima bo'ldi? Nail. Okay, nail tirnoq, mix deb ma'nosi. Nail. Okay, nail. Keyingisi N-U-R-S-E. Nurse. Okay. And the nurse deganimiz nima desangiz? Sister. Okay, a nurse deganimiz nima bo'ldi? Sister. Nurse, sister. Demak, ma'no nima? N harfi. Nima? N. Hargiz aralashtirib qo'ymagan jumla buni ni deb o'qisa qolmaydi. M, yana birisi nima? N. Good. Keyingi harf nima? O. Okay, O harfi. O emasmi? O. Yaxshi. Birinchisi nima? Soatning markasi ekan-ku. Omega degan. O M E G A. Yaxshi. O M E G A. Okay. Demak, omega markasi. Shunami? Keyingisi qiz bolalarga yetib oladi, mana kiyim kechaklarni ko'rasiz. Demak, only O N
L, Y. Okay, only degan birdan bir degan gap qo'yanda. Avvalgilik Jack Jonas bilan bir shirkatning markasi. Only asosan ayollar. Ama o'g'illar ko'msalim bu. Only. Okay, only. Okay, endi shu o bilan munosabat so'zga qarang. Okay. Okay. Okay, shunaqa. Bo'ldi degan gap, shunaqa. All right, endi keyingi so'z qaranglar, nima? O I L. Oil. Okay, oil. Bu nima desanglar? May. Okay, endi bizningki tomoq ishlatadigan mayni nima deymiz? Oil deymiz. Demak, bu harfni O emasmi? O. Yaxshi? O. Okay. Endi keyingi harf nima desanglar? P. P. Good. Endi mana birisi cho'ng yozilsa, endi birisi kichik yozilsa. P. All right. Endi qaranglar. Bu nima? P E P S I. Okay, bu nima? Pepsi. Okay, Pepsi. Bu men tanıdığım olan. Nima? Qollanmılar kısaca ama Pepsi. Okay, Pepsi. Okay, endi bak keyingi so'z desanglar. P E U G E O T. Peugeot. Okay. Endi chunki mana nima desanglar Fransiyaning markasi saqlashlar. Fransiyaning markasi Franscha o'qilib nima? Peugeot deb o'qiladi buni. Peugeot demaymiz, Peugeot. Okay, Peugeot. Peugeot markalik nima? Mashina. Shunami? Peugeot. Okay, Peugeot. Demak, mana harf nima? P. P E P S I. Pepsi. Okay, whoa. What is this? This also a P bilan boshlangan nima? P O R S C H E. Porsche. Okay, Porsche. Bu Porsche markalı mashina nima degan? Wow. Shunami? P. Porsche. Okay, Porsche. Okay, now P harfi bilan munosib so'zlar qaranglar. Birinchi P A R K. P A R K nima? Park. Get park. Park deganimiz nima? Bog'cha, shunami? Bog'cha nima deymiz? Park. Keyingichi panda. Okay, P A N D A. Panda. Okay, panda. All right. And the panda deganimiz nima desanglar? Mushkayq. Mushkayq. Shunami? Demak, bu harf nima? P. Yaxshi, P. All right, next one is Q. Okay, Q. Ma Q harfi shunami? Q. Bilisizlarmi? QQ. Shu Tangshun shirkatining nomi QQ mishaqda tanishmi? Undan keyingisi Q A R L U K. Q. Buni qarluq. Bu rayonimizdagi hisobda intayin dangliq bo'lgan korxonaning markasi shunami? Qarluq shirkatiniki. Qarluq. Okay, Q A R L U K. Qarluq. Okay. Amsa qarasanglar, bu Q bilan munosib so'zlar, masalan Q U I L T. Quilt. Okay. Ana quilt deganimiz nima desanglar? Yutqan. Shunami? Yutqan. Ana keyingisi nima desanglar? Queen. Okay. Queen. Xo'sh, Queen deganimiz nima? Xonish. Q U E E N. Queen. Okay, ana keyingisi R. Okay, and the R bilan qaranglar. R A D O. Bu dangliq bir soat numarasi rado, shunami? R A D O. Keyingisi R O L L S R O Y C E. Bu nima? Rolls Royce. Okay, nima? Rolls Royce. Wow, bu qanday desanglar, intayin yaxshi dangliq markalik mashina shunami? Demak, bu shay nima? R. Demak, bu R harfini qanday qat'iy unutib qolmang. R. Xo'sh, endi R bilan munosib so'zlar qaranglar. Birinchi radio. R A nima? Shu Ray D harfi E O. Radio. Good. Radio nima ekan bola? Radio shunami? Radio. Okay, radio deganimizmi? Radio. Keyinchi rabbit. Okay, rabbit. Rabbit deganimiz to'shqan. R A B B I T. Okay, rabbit. Xo'sh, next one is S. Okay, S markani ko'zlanib tanishlar. S A N S U N G. Samsung. Okay, Samsung. Okay, macho. S Starbucks. S T A
STARBUCKS dünyadaki en çok, en dağınık kahvehanın birisi. Şuna mı? Starbucks. Demek Starbucks coffee. Bu intayın dağınık olan bir kahvehanın var. Başına S bilen başlandı. Starbucks. Okay, and S bilen münasip sözler kıralım. Scarf. Okay. SCARF. Scarf. Okay. Scarf. Hoş hem de scarf dediğimiz ne mesela? Şarpa. Tamam. Scarf. Okay. Scarf. Şarpa. Kingsine salad. Okay. Salad. Hoş hem de mesela salad dediğimiz ne mesela? Salat. Tamam. Salad dediğimiz ne? Salat. Okay. Scarf. Salad. Okay. S bilen başlandı. Katta unutup kalmalı. C mesela S.